Nemancha aqlliqsiz Ayşe. Eg'zimdan chiqarmagan tuyg'ularimni bilib bo'psiz mana. Qachonlardan boshlab sizni yaxshi ko'rib qoldim, buni bilmayman. Lekin siz bilan birga bo'lishni o'ylayman. Yomon yeri siz Ruqiyaning yaqin adishi bo'lib qoldingiz-da. Bo'lmagan bo'lsa, siz bilan ochiq-oshkora aralashgan bo'ladi. Bunda xufiyani aralashsak, sizga odillik bo'lmaydi. Buni bilaman. Ruqiyaning xatini bersangiz, men siz bilan to'y qilolmayman. Shunga shunday qarishib o'tayli. Sizning qalbingiz menga oshiq bo'lsa, men ovochilik qilsam rozi. Ko'p qismliq ovozliq asar Xiyonatkor do'st. Avtori Xayrnisa Ishonch. Rolaga Maryamgul Xushxo'y, Firdavs Qurbon, Oliya Imin qatorliqlar ovoz bergan. Birinchi qism. Fatima, Ruqiya, Ayshamlar yaqin do'stlardan edi. Afsunlarligi Fatima bilan Aysham o'ngsizlik uchirdi. Ikkilisi ajrashib ketgan edi. Ruqiya bo'lsa bakli aqlli ham jazbador qiz edi. U yo'ldoshi Olim bilan bakli yaxshi o'tadi. Olimmu Ruqiyani bakli yaxshi ko'radi. Ruqiyaning aqlliqligiga, axloqiga gap to'g'ri kelmaydi. Shunga u atrofidagi do'stlarini o'zidek axloqliq deb o'ylab, hech bir ishlarda ulardan ehtiyotmi qilmaydi. Fatima-mu bakli esil qiz. Do'sti Ruqiyani haqiqiy mehr bilan yaxshi ko'rib do'st bo'lgan edi. Biroq Aysham ichi bilan sirti o'xshash emas, do'stiga hasad qiladigan qiz edi. U qizning semiz kelangsizligi sabablik u ikki do'stiga hasad qiladi-yu, lekin qattiq chandurmaydi. Buni u ikki qiz asla his qilmay, Ayshamni o'z ko'rib, hamma ishda uning rayiga boradi. Lekin uning niyatining qari ekanligini xiyoliga keltirmaydi. Ruqiya bo'lsa, oila ayoli edi. Yo'ldoshi Olim tish doktori edi. Fatima bo'lsa usti tikkichi edi. Aysham uyida bekor o'tiradi. Bekorchilikda heli Fatimaning do'koniga berib, heli Ruqiyaning uyiga berib, kunlarini shundoq o'tkazadi. Bir kuni Aysham Fatimani bir to'q kiyim tikib berishga qistab turib oldi. Ko'ngilchak Fatimamu qora raxtda yopqa chapanning ichiga qizildi ko'pni tikib tayyor qilib berdi. U kiyimni kiyib Ayshamning semiz kelangsizligi chanmayla qoldi. U kiyim bakli chiroyli tikilgachga Ayshamni bakli jazbador qilibdi. Pah, jinim adash, qo'llaringga dad bermisin. Rahmat sana, bek chiroyli tikibsan. Bek ustajimsan. Deb og'ziga tegmay maqtab Fatimani natchini suyvatdi. Voy bo'ldiqlar, yuzlarimni shaltoq qilyapting. To'l xushamat qilmay adash. Sen go'zal bo'lsanglar, meni hardiqim chiqadi deyman, dedi Fatima kulib turib. Shunda qilib Aysham xushalliqida Fatima tikib bergan kiyimni kiyib sakragunicha qiyin-qiyiniga patmay Fatimaning do'konidan chiqib ketdi. Aysham qayerga bordigandu, nimachi sirliq bo'lib ketadigandu bu qiz? Deb o'z-o'ziga pichirlab qo'ydi Fatima. Oradan 2 kun o'tdi. Aysham xushal holda Fatimaning do'koniga kirib keldi. Oda, sen bek rahmat, dünügün sen tikib bergen kiyimni kiyib, yomg'ir bosh yig'vatadi, bag'chiq kirib chiqdim. Qari yopkam,
Kostyum chapinim, qizil koftam bekli yarışib ketdi. Teri qizil gullik degina. Vah vah, hamma odam mangli qarshib qoldi. Qizil gullik ostida qora kiyim kiygan go'zal men bo'ldim. Bekli xo'sh bo'ldim qayladishim. Voy adash, sen nimalarni deyapsan? Birini tushungan bo'lsam o'lay. Voy jinim, o'zing men kiyimni kim tikib berdi, o'lmaya bo'ldi. Men tushundirib qo'yman sana. Nim deysay, vafasiz. Sen o'lsan kiyimni kim tikib berdi deysana? Meni o'zani yasash uchun, kiyim tiktirish uchun adash tutqanmidding. Xap, endi bildim o vafasizni. Xafa bo'ldim sendan. Tatliq odishim, sana amraqligimda chaqchaq qilib seni tiriktirib qo'ydim. Sen bo'lmasang men qanday yashayman? Men degan sana oshiq tursam, sening gaplaringni anglagan odamim emas bo'lib ketadigan tursa, seni bir kun ko'rmasam ko'zimda uyqu yo'q degina jinim. Xafa bo'lmaya bo'ldi. Sana erkilmay kimga erkilaydim amsa deb buqa. Bo'ldi, gapni avutmay, chaqchiqni to'xtatib deya adash. Qizil kunlik tutib, yomg'irda qora kiyimni kiyib, kim bilan bog'cha kirib o'ynab chiqding? Rast gap qiljimu? Voy adash, boshqa odam bilan kirmadim. Olim bilan deyishdigan gap bor edi. Shunga olim bilan kirdim. Nim deding Aysha? Sen kim bilan ko'rishdim deding? Ruqiyaning yer olim bilanmi yo? Boshqa olim bilanmi? Voy nima jayron qilsa adashi Ruqiyaning eri olim bilan. Chunki olim bilan Ruqiya bir-birini bakla hurmat qilishib, yaxshi ko'radi. Ularning baxtli turmushidan Fatima bakla suyunadi, ham ularning baxtiga ko'z tegmaslik uchun har vaqt yaxshi tilaklarda bo'lib turadi. Sen nimish olim bilan bog'chada uchrashding? Hey, Oqko'ngil Ruqiyaning eri bilan nimish holda ko'rishib yuriysa, buni Ruqiya bilamdi? Yo'q, bilmaydi. Ko'rsam nim bo'pti. Har kimning erkinligi bor-ku. Olim xolamagan bo'lsa, men bilan bog'chaga kirib ko'rishamdi. Sen nima xap bo'lib ketsa, xuddi men bir sening ering bilan ko'rishgandek. Voy, numus qilsangchi, atishingning eri bilan ko'rishdin. Endi xijil bo'lmasdan erkinlikda eg'iz echyapsan-a? Voy xonim, men olim bilan birga yotdim, demdim sana, paranglashib kirdim dedim, nimachi koyib ketsa? Quyaning kori bo'lmasa, sen nimaga ochiqlaysan? Yoki olim ko'ngling bormi deya? Deb pastkash niyatlarini oshkora qildi. Chunki go'zal axloqli kishilar behuda kishilardan gumon qilmaydi. Faqat ko'ngli buzuq odamlarla hamma odamni o'zidek buzuq deb o'ylaydi emasmi? Fatima ochiqladi. Nim deding Aysha? Bu gap ig'izingni qandoq chiqdi deyman. Ruqiyaning erini yaxshi ko'rib qilishim aslo mumkin emas. Men nim ko'rib qoldim. Men ularning mangu mushundaq baxit, hurmat asosiga mujassamlashgan bo'lishini chin dilimdan tilayman dedi. Buni yaxshi bilib oladish, dedi zarda bilan. Amsi ochiqlab ketding, xuddi olim sening eringdek. Shunda degan edim. Ko'ngling almag'iningdaq bo'lsa. Sen olim bilan soat nima uchun bog'chada ko'rishib qolding? Mangras gap qilg'in. Biz uzun yillik adashlardan shu nimishli bo'z bir-birimizni xabar bo'lish kerak deb o'ylayman. Voy adash, bek inchik bo'lib ketibsa. Olim bilan mening hech bir munosabatim yo'q. Shu tishimni davolatmoqchi bo'lib telefon qilgan edim. Ko'rishib deshayli dedi. Menmi ma'qul bo'lib bog'chada ko'rishayli deb kirib shu ish to'g'riliq paranglashdik. Ansirab ketmaya bo'ldi. Odishimning eri bilan ishim bo'lishi mumkinmi? Olimga telefon qilg'icha Ruqiya qilsang bo'lmamdi. Biz eri bilan adash emas, ayoli bilan adash bildingmi Aysha? Bir ishlarni bakla oddiy o'ylamay, astoydil bo'lg'in. Bir er bilan bir ayol holi ko'rishganda o'zimiz qilolmasdan bir-biri ko'ngilchib qolgan ishlar ko'p. Shunga adashimizning eri bilan cho'qim orliq saqlashimiz kerak. Endi diqqat qil. Buni Ruqiya anglab qolsa ko'ngli yerim bo'ladi. Shu uning demayli. Lekin endi qayt olim bilan uchrashib yurma bo'lamdi. Mang va'da ba adash.
Voy xanim, adaş üçün ölüşküm razı buladigan chirayli xanim. Ma'qul, gaplarni anglay. Endi ko'rishmay bo'ldimi? Yoki tilxat yezib beraymi ya? Nimancha xafa bo'lsa, men shu oq ko'ngil hech bir jonliq ziga yetkizishim chidamaydigan ash adishimizning turmushiga ta'sir etib qolmasin deb shundoq davotiman. Asl sana buni deb yurishim behojat edi. Sen o'zing diqqat qilib, olimni telefon qilish emas, tishimizni davolat qilib bormasligimiz kerak asli. Qashqarda tish doktorxonasida shu birla olim bormidi. Buncha tani qilib gap qilmasam bo'ladi Aysham. So'zlaring ko'nglimga keldi. Voy tatlıq, kuyimcha adaş, sen çoxçaq qilib shundoq tani qilib qo'ygan edim. Sening xafa bo'lgan chaqdagi holating behili tatliq emasmi jinim? Bo'ldi xafa bo'lmaya? Güzel chiraying tutilib qolsa, yela havo guldirlab yomg'ir yig'ib ketmasin. Birni kulib yeta tatliqim. Bika o'zim kuldirib yetmanjimi seni? Bo'ldi. Endi diqqat qilsanglar men xotirjam, hamda xush bo'lma. Ma'qul jinim adishim, endi olim bilan ko'rishmayman, sana va'da beray. Rahmat jinim adishim. Endi bo'ldi, biz uchimiz yaqin adashlardan. Bir-birimizning beshiga ko'ngilsizlik kelsa, hammamizning ko'ngil beorom bo'ldi. Esingda bordu, ikkimiz ajrashib ketsak, Ruqiya qanchalik azoblanib ketdi. U shunchalik yig'lab turib, sizlardek esil ham chiroyli qizlarni qadrlamagan erlar ko'r bo'lsin deb necha kungacha chiroyig'im kulki kelmay, tomoq miymay biz uchun qayg'urib, azoblanib bizdan bekrak tugishib ketgan emasmidi? Bilime adaş, o ko'ngilsizliklar demayli qo'y bo'ldi. Bu ishni qandoqmi unutib qolay? Ma'qul, endi olim bilan ko'rishmayman adaş, xotirjam bo'lgan. Men kam aqlli qilib qopdim-a. O'ylab baqsam, sening so'zlaring haqiqatan o'rinliq ekan, men demismi bekli oshirib yetibdim-a. Bo'ldi, bu ishlarni unutib ketib, Ruqiyaning uyiga berib, uni yo'qlab kelaylik-chi. Ma'qul, mening bekli ko'gim kelgan edi, tatliq adishimni. Ayşem maqsadli holda Ruqiyaning uyiga bormoqchi edi. Buni bu sodda ham oq ko'ngil Fatima qandoqmi bilsin? Ayşem eg'izda olim bilan hech ishim yo'q deb Fatimani xotirjam qilgani bilan amaliyotda olimga maqsadlik yaqinlashgan edi. Ruqiyani mu razil maqsadi uchun bir ko'ri qilgan edi. Chunki Ruqiya bilan yaxshi do'st bo'lgandilar, olim bilan har vaqt munosabati uzilib qolmaydi. Hamda olimning barliq ishlaridan xabardor bo'lib tura oladi. Biroq buni Fatima bilan Ruqiya xiyoliga keltirmagan edi. Ular o'zi qandoq bo'lsa, Ayshamni shundoq pok, axloqli deb biladi. Mana Aysham bilan Fatima Ruqiyaning uyiga keldi. Do'stlarini ko'rib, qavatli xushal bo'lib ketgan Ruqiya eriga telefon qildi. Do'stlarim kelgandi. Şuna mevchi va qatorliq narsalarni akirib bering. Ayshamning kelganligini anglagan olim xo'jalligida mevalarning eng ezillarini elib tezlik kirib keldi. O ikkisi chandurmay yuzakili salom qilishib qo'ydi. Biroq Fatima o ikkisiga diqqat nazari bilan qarab qo'ydi. Buni sezib turgan Aysham olimga qarashqim petinolmay do'sti Ruqiyaga qarab gap boshlag'ali turdi. Ha, adishim uyingga kelib sang daxli qilib qo'ymagandimiz-a? Nim deydigansa, adash. Kelganinglardan xush bo'lib, nim qilarimni bilmay qilibsam, daxli qildimmi deysan-ku. Behlam xush qilib meni. Bir chatda o'ltirgan olimmi so'zlashga boshladi. Sizlardek esil mehmonlarning kelgani bizning xushalligimiz. Fursat bo'lsa, Ruqiyani yolg'iz qo'ymay, pat-pat kelib turinglar. Voy Alimjon, Ruqiyani biz yolg'iz qo'ymayman deb yeniga kelib turib olsak, sizga oshmay qoladi. O chaqda chidayolmay qolasizmi-ki? Mayli, sizlar hamroh bo'lsanglar men xush bo'laman. Haman meningga bu xotin. Shundoq emasmi qadrlikim? Ha, olim, bu ishga adishim yenimda bo'lsa, men bak xushib ketaman. Shunchalik yaxshi ko'rma bularni. Undaq bo'lsa, eringga bizni mayli bera adash. Shu chaqda biz sendan mangu ayrilmay billa yashaymiz. Nim deding Ayşe? Deb vaqirdi Fatima. Ruqiya gap boshladi.
Meyliga ada sizlar qo'shilsanglar, menda chatoq yo'qchimi? Dedi kulib turib. Ey Ruqiya, nim deydigan sajinim? Dunyoda erkish qolmay bir olimni qolgan taqdirdimi, sening eringga nazar silishim mumkin emas. Eringga qaragan ko'zimni ko'r qilib yetaman ha. Dedi Fatima ochiqlab turib. Chaqchaq qilib qo'ysam, ajab bir koyib ketding Fatima. Bizda olimga tegib ketmadi? Birdan kulki bo'lsin deb qo'ysam, ajab tavoz bo'lib ketibsina? Bo'ldi, gap qilmabdimi? Dedi domsuyib turib Oysha. Hammasi chaqchaq gaplar-ku. Xushol o'tirish uchun birdan uni buni deyishganning ziyni yo'q-ku. Xafa bo'lishmanglar bo'ldi. Shunda xushal kayfiyatlar bilan kashlik tamoqni Ruqiyaning uyida yeb, Fatima bilan Oysham qaytmoqchi bo'lib mengishdi. Olim o ikkisini apirib qo'yib kelish uchun billamangdi. Ruqiya erining do'stlarini apirib qo'yay deganidan bakla xo'sh bo'lib ketdi. Rahmat jinim. Do'stlarimning izzetini qilganingiz, mening izzetimni qilganingiz. Yo'q, biz taksi to'sib ketamiz. Siz avar bo'lmay Ruqiya qarshi bering. Bizni kutaman deb o'yla qalayimqon bo'lib ketdi. O yolg'iz japa tatib qoldi. Biz degan unda mishchan, qo'rqinchoq qizlarda emas-ku. O'zimiz ketalaymiz. Fatimaning bu so'zlaridan Oysha bilan olimning chiroylari tutilib ketdi. Qanchalik ochiq kelganligini bir o'zlari bilishatdi. Yo'q adash, olim sizlarni opirib qo'ysin. Uy ishlarini o'zim qilib ketalayman. Yana kelib yolg'iz ketsanglar men xotirjam bo'lmayman-da. Ma'qul degina bo'ldi. Olim, adashlarimni tinch amon opirib qo'yib tezroq qaytib keling ha. Oyshamning tutilib ketgan chiroyi guldek echilib so'zlashga boshladi. Voy adash, bizni go'log'i ko'mir tashlagandek tez suratda tashlab etib, tezlik qaytadi bu Olimjon. Shundaq emasmi Olimjon? Bo'lmas Ruqiya uyda yolg'iz qo'rqudi, deb nazlanib kulib edi Fatima. Bo'ldi, chaqchaq tamom bo'lsin amdi. Yelim bek kech bo'lib ketdi, tez mangayli, deb uydan chiqishdi. Lekin Fatima qapaqlarini ochmay, bir eg'izmi zuvon surmay o'ltiratdi. To'yiqsiz Oysham: "Olimjon, avval meni opirib qo'yib, andan Fatimani opirib qo'ying. Men sal oldirab qoldim", dedi ma'nili qarab turib. Olimmu ma'qul bo'lib Oyshamni avval opirib qo'yib, Fatimani uyga opirib qo'ydi-da, mashinani bo'randek haydab Oyshamning uyi tarafga qarab mangdi. Oysham kirib ketmay olimni saqlab turgan edi. Olim Oyshamni ko'rib bakla xo'shib ketdi. Mening kelishimni qandoq bildingiz Oysham? Bilma albatta. Yurak ovozingizni yuragim anglab biladigan tursa, deb nazlanishga boshladi Oysham. Oyshamning so'zlaridan o'zini yo'qotib qo'ygan olimning sho'lgaylari eqib Oyshamni maqtashga boshladi. Nimachi aqlliqsiz Oysha? Eg'zimdan chiqarmagan to'yg'ularimni bilib bo'psiz mana. Sizni kirib ketgan bo'z qandoq qilarman deb hayotimning xavf kuchirishi qarmay, shundoq tezaydidim danga mashinani. Xiyolimdan sizning kulgan chiroyingiz yiroqlashqili unimay, meni sizning yiningizga olib keldi. Qachonlardan boshlab sizni yaxshi ko'rib qoldim, buni bilmayman. Lekin siz bilan birga bo'lishni o'ylayman. Yomon yeri siz Ruqiyaning yaqin adishi bo'lib qoldingiz-da. Bo'lmagan bo'lsa, siz bilan ochiq-oshkor aralashgan bo'ladi. Bunda xufiyani aralashsak, sizga odillik bo'lmaydi, buni bilaman. Lekin qanday qilishimni bilamidi? Deb ig'ir tinib qo'yib, tamakisini tutashtirib, kuchab sho'rashga boshladi. Hiyligar Oysham olimning qalbini yanama ishkirlab o'ziga ram qilish uchun: "Undaqda men olim, menga sizning muhabbatingiz bo'ldi. Ruqiyaning xatini bersangiz, men siz bilan to'y qilolmayman. Shunga shundoq aralashib etayli. Sizning qalbingiz menga oshiq bo'lsa, men ovochilik qilsam rozi." Olim darhol mashinasini chetga tortib to'xtatib, Oyshamning qo'lini ching siqib turib: "Rahmat jinim Oysha.
Sizning bunchavala qoidalik ekanligingizni o'ylamabdi ekanman. Meni tushunganingizga rahmat. deb Oyshamni o'zi tarafga tortdi va chin quchoqlab turib Oyshamga tasalli berib, Bir mezgil mushundaq o'tib turayli. Balkim birat chorasi chiqib qolar. deb Oyshamning beshini silab turib, uning ko'nglini tinchitdi. Oyshammu olimning so'zlaridan qanoat hosil qilib, "Rahmat jinim, sizning mush so'zlaringiz bo'lsin kifoya. Ko'nilarning to'rda o'tirgan hisob emas, zalla olgan hisob degan so'zi bor-ku. Sizning ko'nglingiz menda bo'lsin bo'ldi-ku. Xotirjam bo'ling, sizni hargiz xijil qilib qo'ymayman. Lekin meni unutib qolmang-jimu. Buningga chidamayman." Jinim Oysha. Hey, bu ikki pastkashlar qilmishlaridan xijilmi bo'lmadi desa? Shunda qilib ular mashinada 2-3 soatlarni noshoyan ishlar bilan o'tkazdi. Olim Oyshamga texmu mabtun bo'lganligini aytib, qiyalmagan asosda uyining oldiga opirib qo'ydi-da, Oyshamning qo'liga 1000 yuan pulni tutqizib, Buningga ko'nglingiz xohlagan narsalarni iling. Pul kerak bo'lsa menga dang, ha. Sizning qiynalib kelishingizni qat'iy xohlamayman. deb qiyalmagan asosda Oyshamni suyib qo'yib kirgizib etib uyiga qarab mangdi. Nomussiz Oysham uyga kirib ota-onasining tatliq uxlab ketganligidan foydalanib, munchaga kirib chiqib aram oldi.